Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Robiya Qadir xonim Xitoyning davlat terroriga Uyg'urlar bosh egmadi. Hong Kongliklarni bosh egmaydi dedi. Amerika Davlat Majlisida atalmish Xinjiangdagi majburiy emgak, zo'r ko'lamli tutqun va ijtimoiy kontrol mavzuliq guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Tayvanda sepilsiz turma Uyg'urlarning bugungi temasida bir oylik ko'rgazma boshlandi. Xabarlarimizning oxirida sog'lomlik haqida to'xtalamiz. Tövəndə dixtanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarıdır bolsun. Uyğur Milli Hərəkəti rəhbəri Robiya Qadir xonim Xitoy raisi Xi Jinpingning Nepal ziyorat qilish jarayonida Xitoyning har qanday bir qismini parchalash o'ringanlarning dinining parchalanganligi, so'ngaklarning ezilganligini eskartgan so'ziga qattiq raddiya berib, ochiq bayonot e'lon qildi. Xi Jinping tungi so'zida Xitoyning har qanday bir qismini parchalash o'ringanlarning dinining parchalanganligini, so'ngaklarning ezilganligini e'lon qildi. Aniqki bu tipik bir terror davlatining bayonotidir. Xi Jinping bu tahdidi orqali haq huquqlar uchun tinjimayotgan Hong Kongliklarni bosh egdirmoqchi. Sharq Turkiston mustaqillik uchun kurash qilayotgan minglarcha Uyg'ur faoliyatchilarining irodasini sundirmoqchi. Shuni jakarlaymanki, Xitoy davlatining bu xil tahdidlari 70 yildan buyon Sharq Turkiston xalqini bosh egdirmadi. Hong Kongliklarni bosh egdirmaydi. Bu bayonot Hong Kongliklarga qarata yangi, ammo biz Uyg'urlarga nisbatan yangi emas. Biz zaminimiz ishg'ol qilingandan buyon bu xil bayonotni anglabla emas, uning ijroatini boshdan kechiryapmiz. Beşimizden keçirgen siri bu devlet hakimiyeti asıda yaşashning mumkinsizligini, mustaqillik uchun kurash qilishning naqadar ta'xirsizligini his qilib keldik. Va Xitoyning assimilyatsiya siyosatiga tishtirniqimiz bilan qarshi turib keldik. Xi Jinpingning mushu bayonotining o'zida Hong Kongliklarning Xitoy davlatining hakimiyeti asıda yashashining naqadar xatarlikligi, Hong Kong mustaqilligining naqadar zarurligining kuchli bir isboti. Xi Jinpingning bu tahdidi navbatda Xitoyda Uyg'urga o'xshash ba'zi millat va Hong Kongga o'xshash ba'zi rayonlarda mustaqillik orzusining naqadar umumiy va kuchli ekanligining va Xitoy Kompartiyasining bu vaziyatdan naqadar andishish ekanligining yana bir e'tirof qilinishi. Xitoy Kompartiyasi bugun o'z tashviqotlarida davlat sirtida Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarini, davlat ichida bo'lsa Uyg'ur qatorliq Xitoy hokimiyati ostida yashashni xohlamaydigan millatlarning Xitoy xalqiga xatarlik dushman deb tunishtiryapti. Shunisi aniqki, Xitoy xalqining eng xatarlik dushmani Xitoy Kompartiyasi. Chunki bugun Afrika, Latin Amerikasi, O'rta Sharq va butun Osiyodagi mutlaq ko'p sonli xalqlarga nisbatan o'z davlat prezidentini o'zlari saylash, tashkilotlar uyushish va erkin so'zlash huquqi texnicha Xitoy xalqiga nisbatan yo'q. Xi Jinping o'zining va partiyasining Xitoy xalqi oldidagi bu jinoyatini yepish uchun bugun davlat butunlik shuarini kuchab bozorga selyapti. Bu orqali hokimiyat beshidagi umrini uzartmoqchi bo'lyapti. Tayvanning bugungi demokratik havosi va Hong Kongning o'tmishdagi erkinligi shuni isbotladiki, Xitoy xalqimi demokratik bir davlat qurish salohiyati va sopasiga egadir. Xitoyning to'pin ostida yanjilayotgan Uyg'ur qatorliq millatlar mustaqil yashashga haqliqdir va qodirdir. Xitoydagi barliq xalqlar o'zlarining bu haqqi va kuchini allaburun to'nib yetdi. Shuning ishonmanki, Xitoy xalqining demokratik bir davlat qurishi, Xitoydagi Uyg'ur qatorliq boshqa millatlarning mustaqillik erishishi faqat bir vaqt masalasi. 21-asrda o'xshamagan millatlarning qoral kuchiga tayanib turib, bir davlat hokimiyati ostida tutib turish va davlat raislik taxtida saylamsiz va abadiy o'ltirib olish Xi Jinpingning tushidir, ammo Xitoy xalqining tushi emas. Men Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy davlat rahbarlarini reallikni e'tirof qilishga, millatlarning o'rtaq irodasi bilan qurilmagan ko'p millatli davlatlarning yiqilishga mahkumligini tizdan to'nishga, Leninning go'zal va'dalari va Stalinning tahdidlarining Sovet ittifoqining o'lini chingtamagandek, Milosevichning etnik qirg'inchiligi Yugoslaviyani tirildiranmaganidek, eng yaqindagi tarixiy saboqlardan ibrat olishga chaqiraman. Oxirida xalqaro organlarning xalqaro qonunning izzat hurmatiga daxl qiladigan va dunyo tinchligiga tahdid olib keladigan bu xil davlat terrori bayonotlarga cheklama qo'yishga va bu vaqtda mas'uliyat surish qilishga da'vat qilaman. 17 oktyabr kuni Amerika Davlat Majlisida Xinjiangdagi majburiy emgak, zo'r ko'lamli tutqun va ijtimoiy kontrol temasida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Mazkur yig'in Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti tomonidan uyushtirilgan bo'lib, uningga senator Marco Rubio, Jim McGovern va Jeff Merkley qatorliq davlat majlisining a'zolari qatnashdi. Yig'inda advokat Nuri Turkal, tadqiqotchi Adrian Ziner, iqtisod va kishilik huquq masalalari mutaxassisi professor Michael Posner, kishilik huquq harakati tashkilotining direktori Amir Lehir qatorliqlar guvohlik berdi. Yig'inda so'z qilgan senator Jim McGovern Amerika hukumatining Uyg'urlar uchun yanada ko'p ishlarni qilish kerakligini ta'kidlash bilan birga, yana Amerika Davlat Majlisi Uyg'urlar bilan birlik ekanligini bildirdi. Shundaqla Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan atalmish qayta tarbiya lagerlari, lagerlarda yuz berayotgan fojialar va shundaqla lager tutqunlarining zo'r ko'lamda majburiy emgak selinish qatorliq temalar ustida nuqtaliq muzokaralar olib berildi. Yig'inda guvohlik bergan Adrian Ziner qatorliq guvohchilar majburiy emgak masalasining Sharq Turkistonda bosh ko'tarib chiqayotgan yana bir jiddiy masala ekanligini ta'kidlab, Sharq Turkistondagi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning xalqaro bozorga kirishini to'sish uchun navbatda qonun bo'lib ma'qullanish bosqichida turayotgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasidan boshqa ayrim bir qonun ma'qullanish kerakligini bildirdi.
Yig'inda Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan yuqori texnikalik nazorat sistemasi, Uyg'urlar qaratilayotgan darajadan tashqari ig'ir besim va kontrol hamda bu besimlar sabab bo'layotgan ijtimoiy hodisalar inchik tafsilotlargacha o'tirib qo'yilib, Amerika hukumatining elishga tegishli tadbirlari muzokara qilindi. Yaqin yillarda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq Uyg'ur tashkilotlarining harakatini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism tayvanlik faoliyatchilar 2019-yil 1-sentabr kuni Taybey shahrida Tayvan Sharq Turkiston jamiyati qurilganligini e'lon qilgan edi. 16-oktyabr kuni mazkur tashkilot muxbirlarning kutilish yig'inida 18-oktyabrdan boshlab 17-noyabrgacha Taybey shahridagi 28-fevral xotira sarayida sepilsiz turma Uyg'urlarning buguni nomli bir oylik ko'rgazma o'tkazilganligini bildirdi. Mazkur tashkilotning raisi advokat Xirchavdong apandi nurg'unlagan tayvanliklarning Sharq Turkiston va Uyg'ur degan nomlarning qayani va kimni ko'rsatadiganligini texnicha yaxshi bilmaydiganligini. Shuning uchun bu ko'rgazmada Sharq Turkiston degan atalg'u ishlatilganligini bildirib, Sharq Turkiston ilgari mustaqil davlat bo'lganligi, ya'ni 1933-yil va 1944-yili ikki qatim jumhuriyat qurganligi. Ammo Tayvanda odatda kishilar faqatla Xinjiang degan ismni biladiganligi. Shunga ularga bu atalg'uning aslida Sharq Turkiston degan joyni ko'rsatadiganligini, asli yerlik aholisi bo'lgan Uyg'urlarning ezilayotganligini bildirishni maqsad qilganligini aytgan. Xirchavdong apandi yana tashkilotning mazkur ko'rgazma haqida aytilgan bayonot berish yig'inida nima uchun Tayvanning tunugini, Sharq Turkistonning buguni, Uyg'urlarning bugungi vaziyati, Hong Kong va Tayvanning atisi degan so'zlarni ishlatganligi va bir oy davomlashadigan bu ko'rgazmaning nima uchun Tayvan 28-fevral xotir sarayida o'tkazilish belgilanganligi qatorliq masalalar haqida izohat berib, Tayvanning tunugini, Uyg'urlarning buguni deyishlik sabab Tayvanda yuz bergan 28-fevral qirg'inchiligi va shundan keyin aqtirorlik vaziyatining 38 yil davomlashganligini eslab o'tish uchun bu yerda o'tkazmoqchi bo'lganligini. Tayvan 1945-yili atalmış Junho Mingo tarafidan besib olingandan hozirga qadar 70 yildan ortiq musofani boshdan kechirganligi. Ya'ni 1949-yildan 1987-yil 7-oyning 15-kuniga qadar Tayvanning dunyo bo'yicha eng uzun mezgillik harbiy holatni boshdan kechirganligini, Tayvan xalqi 38 yillik mustabid hokimiyat ostida yashaganligi, 1947-yili 2-oyning 28-kuni bundan 72 yil ilgari Tayvanda yuz bergan Junho Mingo hukumatiga qarshi norozilik namoyish qilib bostirilib, o'lgan odamlarning soni hozirgacha aniq emasligi. Bu fojia albatta 2009-yildagi 5-iyul qirg'inchiligidan og'ir bo'lganlikdan, shu qirg'inchilik xotirlangan 28-fevral sarayida mazkur ko'rgazma etishdan maqsad Uyg'urlar navbat uchrayotgan bostirilish vaziyatining Tayvan xalq ilgari boshdan kechirgan fojiali qismatning takrori ekanligini Tayvan xalqiga bildirish. Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bugungi fojianing Tayvanda va Hong Kongda yuz berish mumkinligini ogohlantirish uchun uyushtirganligini, Tayvanliklarga Xitoy hukumatining atalmış bir davlatda ikki xil tuzum va oliy avtonomiya deganlarning mohiyati va oqibatini bildirish. Shundaqla navbatda Hong Kongda bo'layotgan ahvolmi bir davlatda ikki xil tuzum deganning qo'rq gap ekanligi, atalmış oliy avtonomiyaning yolg'onchilik ekanligini isbotlanish ekanligi. Faqat o'zining mustaqil davlati bo'lgandila ondan davomli bostirilishdan saqlang'ili bo'ladiganligini astoydillik bilan ta'kidlagan. Tashkilotning ijroiya heyetining bildirishicha, bir oy davomlashadigan Uyg'urlarga oid rasm ko'rgazmasi mazgilida Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq tashkilotlar va bir qism Uyg'ur faoliyatchilar taklif qilinib, maxsus doklad berish yig'ini uyushtirib, Tayvanliklarga Uyg'urlar yuzlanayotgan fojianing haqiqiy ahvolini anglatadi ekan. Mening baldur qerishining oldini olishda oldi bilan ruhiy sog'lomlikka ahamiyat berish lozim. Chunki ruhiy sog'lomlik mening baldur qerishining oldini oladi. Odam qancha azoblansa, qayg'ursa, achchiqlansa, kayfiyati turaqsiz bo'lsa, men hujayralarining qerishini tiziladi. Shunga ruhiy sog'lomlikka ahamiyat berish to'liq muhim. Mengni ishlatib turish lozim. Mengni ishlatmasa qatmallashib ketadi. Ishlatib tursa, nerv hujayralarining baldur qerishining oldini olib bo'ladi. Shunga kitob o'qib, she'r yodlab, yangi shaylar bilan uchrashib, mengning baldur qerishining oldini olish intayin muhim. Cheniqib turish lozim. Cheniqishning badanga bo'libmi cho'ng menga foydasi ko'p. Cheniqqanda qon aylanishi ravonlashib, mengining oksigen bilan ta'minlanishi yaxshilanib, kayfiyat yaxshilanadi. Dam olishga ahamiyat berish lozim. Charchaganda dam olish, sayohat qilish, cheniqish qatorli usullar orqali mengining charchishining oldini olish lozim. Oziqlanishga ahamiyat berish lozim. Tuxum, yer yanqi, purchaq, yanaq, beliq, kala, qo'y go'shtlari qatorliq tarkibida oqsil moddasi mo'l yemeklar bilan tarxamak, pomidor, sabza, ko'mmuqona qatorliq tarkibida vitamin ko'p bo'lgan yemeklarni ko'proq iste'mol qilish. Yog'li yemeklarni oz iste'mol qilib, yuqori qon besimi, tojisimon yurak kasalligi, qon tomir qetish kasalliklarining oldini olish kerak. Muvofiq uxlash lozim. Charchaganda qiynab bir uxlaganda menga yaxshi orom oladi. Shunga muvofiq uxlashga ahamiyat berish intayin muhim. Uningdan boshqa charchaganda qahva ichmaslik lozim. Qahva mengni g'idiqlab, odamni texmi charchitib bitadi. Xabarlarimizni ko'nglinizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.